Xrizantemani eslatuvchi ushbu gulli chakchak chakchaklarning orasida tayyorlanishi eng osonidir. Xamirlarni alohida qovurib, qiyom bilan yopishtirib, yig'ib ham o'tirmaysiz. Buz butun xuddi shu ko'rinishda bitida qovurilib chiqadi. Tuxumga qo'shimcha tuxum sarig'laridan qo'shib, tuz va rasixitr bilan aralashtirib olib, unni oz-ozdan qo'shib borib xamir tayyorlab, orada bir marta tindirib, yana mushlab qo'yib, yana yarim soat tingandan so'ng xamirni o'rta qalinlikda yoyib olamiz, haddan tashqari yupqa bo'lib ketmasin. Xamirni 10 santimetrli lentalarga bo'lib olib, chakchak uzoq muddat qotib qolmasdan og'izda eriydigan bo'lib qolishi uchun taplyonka yog'ini eritib, lentani teng yarmiga surib chiqib, lentani ikkiga buklab, uchlarini birozgina bosib tugib olib, lentani butunligini saqlagan holda 1 santimetrdan naderes qilib chiqib, lentani o'rab olib, lenta ochilib ketmasligi uchun bir dona zubochiska bilan qotirib olamiz. Sotuv uchun katta hajmda chakchak tayyorlaydiganlarga chakchakni fritur yog'ida qovurishni maslahat beraman. Chunki fritur yog'i pista yog'iga nisbatan 2-3 barobar ko'p chakchakni ko'pirib ketmasdan bir tekisda tilla rangda qovurib bera oladi. Yog'ni past darajada qizdirib, chakchakni past olovda qovurib olamiz. Tishga yopishib qolib, tishni og'ritmaydigan, uzoq muddat tursa ham quyilib qotib qolmaydigan haqiqiy qiyomni retseptini keyingi videoda ko'rsatib beraman. Ushbu retsept bilan chakchak tayyorlab, asabizni ham saqlab qolib, ancha-muncha vaqtingizni, muhimi esa naqdingizni tejab qolasiz.